1997-yil sovuq urush xavotirlari davrida insoniyat tarixida hali sodir bo'lmagan ish bo'ldi. NASAning Voyager zondlari Yerni oltin plastinkasini tashqi sivilizatsiyalarga xabar sifatida koinotga jo'natadi. Qanday maqsadda deysizmi? Carl Sagan va bir guruh olimlar, san'atkorlar va faylasuflar oldida murakkab savol turardi. So'zlashuv tilimizni ishlatmasdan Yer sayyorasini o'zga sayyoraliklarga qanday qilib ifodalasak bo'ladi? Ularning javobi san'at va fan uyg'unligida bo'ldi. Plastinkaning muqovasida ramziy ko'rsatmalar o'yib chizilgan bo'lib, unga Yerning joylashuvini ko'rsatadigan pulsar xaritasi hamda qanday tezlikda tinglash kerakligini tushuntirishga yordam beradigan sxema ham kiradi. Sagan uni koinot okeaniga tashlangan shisha butilka deb nomlagan. Bu umid va kamtarlikni birlashtiruvchi metafora. Muhandis John Kazani bu missiya haqida hazil bilan shunday degan: bizda 1 milliard yilga yetadigan narsani yaratish uchun atigi 6 hafta vaqt bor edi. Oltin plastinka bu insoniyat madaniyati kaleidoskopi. Undagi 115 ta analog formatda kodlangan suratlar ilmiy diagrammalarni kundalik hayot manzaralari bilan yonma-yon tasvirlaydi. Mana emizayotgan ayol. Bu esa supermarket qatori yoki bizning yagona uyimiz, Yer sayyorasi. Ammo plastinkaning yuragi bu undagi audio yozuvdir. Onaning mehr bilan farzandni o'pishi. Chaqmoqli dovul. Va 55 tilda Shumer tilidan to Wales tiligacha aytilgan salomlar tinglovchini yerdagi tovushlar bilan tanishtirishni maqsad qilgan. 您假爸呗，我赢得来问假姐哦。 Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Namaste. Telugu మాట్లాడే జనముల నుంచి మా శుభాకాంక్షలు. Turli madaniyatlarni aks ettiradigan qilib tanlangan musiqalar Peru milliy musiqasidan yoki ozarbayjoncha maqomdan tortib Beethovenning Cavatina asarigacha o'z ichiga sig'diradi. Va hatto jiddiy ruhdagi AQSh prezidenti Jimmy Carterning rasmiy nutqi uchun ham joy topildi. Plastinka ham mustahkam, ham ko'zni qamashtirgudek go'zal san'at ko'rinishida yaratilgan. U alyuminiy qobiq ichiga joylashtirilgan. Ustiga uran 238 bilan elektroqoplama qilingan. Yarim yemirilish davri 4,5 milliard yil. U radioaktiv soat sifatida ham xizmat qiladi. Bu degani kelajakda uni topganlar izotop yemirilishini o'lchab, plastinkaning yoshini aniqlashlari mumkin. Voyager zondlari esa plutoniy 238 bilan quvvatlanib, cheksiz sayohatni davom ettiraveradi. 2012-yilda Voyager 1 heliopauzni bosib o'tib, yulduzlar aro fazoga kirib borgan edi. Hisob-kitoblarga ko'ra, u milodiy 40-yillarda AC+79 3888 yulduziga 1,6 yorug'lik yili masofasigacha yaqinlashadi. U o'z yo'lida kimnidir uchratadimi? Biz bilmaymiz. Ammo nima bo'lganda ham bir narsani tushunish kerak. Oltin plastinka bu faqatgina xabar emas, balki bizning sayyoramiz haqidagi koinotda erkin so'zlovchi yodgorlikdir. Oltin plastinkaning eng katta aks sadosi yerimizning o'zida aks etdi. Begona sivilizatsiyalar uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, u insoniyat uchun o'zimizga nazar tashlab olishga sabab bo'ldi. Sagan BMTda Yer sayyorasi xalqlaridan tinchlik va do'stlik salomini qo'shishni talab qilganda, u loyiha mohiyatini bir nuqtaga jamladi. Uning merosi asosan falsafiydir. Ushbu koinotda yolg'iz suzayotgan disk iqlim inqirozlari va global bo'linishlar davrida insoniyatni bir uyda yashayotgan umumiy bir tur sifatida anglashga chaqiradi. Astrofizik Meredith McGregor aytganidek, oltin plastinka missiyasi bu uni kim topishi haqida emas, u biz insonlarning kimligimiz haqida.